Dunyo aholisining 2 milliarddan ziyodi, ya'ni 25% dan ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Mamlakatimizda esa yoshlar qatlami jami aholining qariyb 60% ga yaqin. Shuning uchun O'zbekiston yoshlar mamlakati sifatida e'tirof etiladi. Yaqin 10 yilliklarda bu qatlam davlat va jamiyat boshqaruvida hal qiluvchi kuchga ega bo'lishini tasavvur qilsak, yoshlar ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanish muammolarini vaqtida hal etib, shaxs sifatida rivojlanishi uchun barcha sharoitlarni yaratish, professional kasb mahoratlarini shakllantirish kabi vazifalar nihoyatda dolzarb ekanligi oydinlashadi. Davlatimiz rahbari yoshlar kelajagi bilan bog'liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega deb bejiz ta'kidlamaydi. Bu yondashuv O'zbekiston 2030 strategiyasida ham aksini topgan. Misol uchun ushbu muhim hujjatning har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish deb nomlangan birinchi yo'nalishi 44 banddan iborat bo'lsa, shuning 25 dan ortig'i bevosita yoshlar manfaatlariga qaratilgan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan yoshlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugun men bemalol ayta olamanki, O'zbekiston yoshlar mamlakatiga aylandi. O'zbekiston imkoniyatlar mamlakatiga aylandi. Davlat rahbari har bir qiladigan yig'ilishlarida oliy ta'limga, xususan rektorlarga yoshlarning ichida bo'lishligi, yotoqxonalarga borib, ular bilan birgalikda gaplashligi, gulxon atroflarida ularni orzu-istaklarini eshitishlik haqida topshiriq beradi. Haqiqatda mana shu topshiriqdan keyin ichiga kirib talaba yoshlar bilan ko'rishganimizda ko'plab bir o'zimiz uchun ham yangi ishlarni tashkil qildik. Ayni Andijon davlat chet tillarida talaba bilan bir kun loyihasi qariyb 1 yildan beri o'z faoliyatini samarali olib bormoqda. O'tgan galgi kelgan tashriflarimizda ham yoshlarimizdan ko'plab istaklar, tashabbuslar ilgari surilgandi. Mana bugunga ham kelib ko'rganimizda mana shu tashabbuslarning natijasini yoshlar o'zlari ko'rsatib bera olayotganligini ko'rib albatta xursand bo'ldik. Xususan davlatimiz rahbari rektorlar o'z faoliyatini 50% ni bitiruvchilar bandligi bilan ta'minlash kerakligini, ularni kelajak haqida o'ylash kerakligi bo'yicha alohida topshiriqlar berdi. Mana shunday uchrashuvlarda talabalar bilan alohida samimiy muloqotlarda ularni kelajagi haqida, ularning kelajakda nimalar haqida o'ylayotganligi, ularni bandligini ta'minlash bo'yicha suhbatlashganda o'zimga ham bir yangilik bo'lgan raqamlarni kashf qildim. Bugungi kunda bitiruvchilarimiz butun dunyo mamlakatlarida rivojlangan institutlar, universitetlar ularni bitiruvchilarini ish beruvchilarni ularga beradigan e'tibori, bahosi, ularni ish topib daromadlari bilan maqtana oladi. Biz ham o'zimiz bitiruvchilarimiz, bitirayotgan yoshlarimiz bilan suhbatlashganimda ularning 50% hozir band bo'lib, $1000 oylikka chiqib ishlayotganligini ko'rib o'zim xursand bo'ldim. Demak, biz bular bilan ishlashimiz kerak ekan, bularni imkoniyatlari, rejalarini ko'rishimiz kerak ekan, o'zimizni oldimizga xulosa qilib oldik. Yoshlar bilim olishi, kasb-hunar egallashi va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi uchun davlat rahbarining alohida e'tibori hamda topshirig'i asosida har bir oliy ta'lim muassasasida tizim yaratilgan. Talabalar turar joylarida esa nafaqat ko'ngilli hordiq chiqarishi, bo'sh vaqtlarini mazmunli bo'lishiga alohida ahamiyat qaratilgan. Misol uchun mana bu voleybolchi qizlarning bugun orzulari amalga oshib, harakatlariga imkoniyat ochildi. Yangi sport maydoni ular intilishlarini turli musobaqalarda ishtirok etib, g'oliblik sari yetaklashiga zamin yaratmoqda. Namangan viloyatidan Andijon viloyatiga kelib tahsil olmoqdaman. Biz institut o'zida voleybol sport turi bo'yicha shug'ullanamiz. O'zimizda alohida komandamiz bor, turli musobaqalarda ishtirok etamiz. Biz uchun bu maydon juda ham muhim edi. Nihoyat qurildi va bugun topshirildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Prezidentimizning 5 tashabbus loyihasi, 5 tashabbus loyihasining sport yo'nalishiga qiziqaman. Sport yo'nalishining voleybol va basketbol sohalarida institutimizning asosiy jamoasida, asosiy o'yinchi sifatida ishtirok etaman. Avvallari bizning yotoqxonamizda sport maydonchalari va workoutlar bo'lmagan. Bugun institutimizda talaba bilan bir kun loyihasi bo'lib o'tmoqda. Workout, voleybol maydonchasi va futbol maydonchalarining ochilishi bo'lib o'tdi. Biz talabalar bundan minnatdormiz va undan unumli foydalanishga harakat qilamiz, unumli foydalanamiz. Sport salomatlik, sog'lik garovi. Har bir inson muntazam ravishda sportning u yoki bu turi bilan shug'ullanib tursagina ruhiy tetik, ishga, o'qishga ishtiyoqi ortaveradi. Yopiq kichik futbol maydoni ham talabalar turar joyida bo'lgan yoshlar uchun yana bir imkoniyat bo'ldi. Sportga faqat bittagina yopiq maydonimiz bor edi. Albatta yopiq maydonda mini futbol hamda basketbolga mo'ljallangan, kichkinagina bir voleybolga mo'ljallangan maydonimiz bor edi, lekin hozirgi kunda shaxsan davlat rahbarimiz tomonidan open budjetda biz mana shunday chiroyli mini arena,
qolaversa va talabalar voleybol maydoni va workout maydonini biz open budjet yutib oldik. Bu bilan bir maqsadda biz institutimizdagi 70% talabalarni, yoshlarni sport bilan qamrab olishga muyassar bo'ldik. Albatta bu yerdagi talabalarimiz yopiq arenamizda qish kunida, yozgi kunida mana shunday o'zimizning workoutimizda, voleybol maydonimizda, futbol maydonida bemalol o'ynashga sharoitlar yaratildi. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida endi har bir oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilan ishlashda yangicha tizim joriy qilindi. Talabalar turar joylaridagi yoshlar bilan rektorning muloqoti, yoshlar muammolarini tinglash, ularga ko'mak berish, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, yangi iqtidor va iste'dodlarni kashf qilish imkonini bermoqda. Andijon davlat chet tillari institutining 1000 dan ortiq talabalari 3 ta zamonaviy talabalar turar joylarida istiqomat qilishadi. O'z navbatida yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan foydalangan holda bu joylarda vaqtlari mazmunli o'tib bormoqda. Andijon davlat chet tillari institutida 1520 ta talabaga joyimiz bor va bitta binoyimiz 460 o'rinli, ikkinchi binoyimiz 660 bo'lib va hozirgi turgan binoyimiz davlat hamkorlik sherikchiligida qurilgan bo'lib, eng zamonaviy yotoqxona, kutubxonalar mavjud, o'quv markazi, fitness klub, kutubxona, ma'naviyatxona, talabalar uchun barcha sharoitlarimiz mavjud. Va bundan tashqari mana bugungi kunda o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar, open budjet asosida yutilgan sport maydonlari, kichik mini futbol maydoni, yopiq workout, voleybol maydonlarini bugun mana rektorimiz ochilishini qilib berdi. Bu bilan nima demoqchiman? Andijon davlat chet tillar instituti talabalar turar joyida talabalar uchun barcha sharoitlar mavjud. Ham o'qish uchun, ham sport uchun, ham yashash uchun. Men talabalar turar joyida, birinchi so'li talabalar turar joyida turaman. Men bu yerda o'zimni tengdoshlarim bilan birgalikda chevarchilik bilan shug'ullanyapmiz. Chevarchilik, to'qimachilik, kashtachilik bilan o'zi yoshligimizdan qiziqib kelganman. Hozirda bu sohamni davom ettirib, chevarchilik bo'yicha ham o'zimning tengdoshlarimga chevarchilik sohasi bo'yicha bilimlarni berib kelyapman. Hunarim orqasidan katta daromad topyapman. Bu meni o'zimni yumushlarimga yetadigan mablag' kelib chiqyapti. Bu daromadim orqasidan. Bu daromadimga erishishim uchun bizga bu sharoitni yaratib bergan prezidentimizga katta minnatdorchilik bildiraman. Talabalar turar joyida yoshlarni ma'naviy savodxonligini oshirish va sport, san'at bilan muntazam shug'ullanib turishlari uchun sharoitlar yaratib berildi. Har bir uchrashuvda bildirilgan takliflar, ilgari surilgan tashabbuslar rahbariyat tomonidan ko'rib chiqilib, amaliyotga joriy qilinmoqda. Bizning talabalar turar joyida sport maydonchalari, futbol maydonlari, coworking markazlari va eng quvonarlisi karaoke xonalarimiz ham mavjud. Bu xonalarda talabalar bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazib, maroqli o'tkazib, bilim olishga, ilm olishga yanada ko'proq kuch to'plashadi. Men Rajab va Farizod Xorazm viloyatidanman. Hozirgi kunda Andijon davlat chet tillari instituti, roman, german va slavyan tillari fakulteti filologiya tillarini o'qitish fransuz tili 3-bosqich talabasiman hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqi Andijon davlat chet tillari instituti boshlang'ich tashkiloti roman, german va slavyan tillari talaba qizlari yo'nalishida, koordinator yo'nalishida faoliyat olib boraman. Hozirgi kunda fransuz tiliga bo'lgan e'tibor yanada mustahkamlandi, yanada bir pog'onaga yuqoriladi desam mubolag'a qilmagan bo'laman, chunki kuni kecha prezidentimiz va yurtimizdagi oliy ta'limlar rektorlari Fransiya davlatida bo'lib, o'zaro munosabatlarimizni yanada mustahkamlashdi va biz yoshlarga bo'lgan imkoniyatlar eshigini yanada ochishdi. Biz yoshlar shuni ayta olamizki, bu imkoniyatlardan yanada ilhomlanib, ko'plab yutuqlarga erishamiz va elimizga, yurtimizga kerakli kadr hamda o'z yo'nalishimizning zo'r mutaxassisi bo'lib yetishib chiqamiz deb qo'rqmay ayta olaman. Yoshlar siyosati sohasida qabul qilinayotgan reja va dasturlarimiz qanchalik jozibali va jarangdor bo'lmasa, ularning hayotga qay darajada keng tatbiq etilayotgani hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Xususan, mas'ul davlat xizmatchilari ijro intizomiga qat'iy rioya etsa, har bir topshiriq va vazifaning ijrosini belgilangan muddatlarda yuqori darajada ta'minlasa, yoshlar manfaati yo'lidagi islohotlar samarasini har bir yosh o'z tanasida his etadi. Bundan bahramand bo'ladi. Davlatimiz rahbarining ushbu so'zlari bugun hayotda, amaliyotda ifodasini topmoqda. Shunaqa qilib bera olasizlarmi deb iloji boricha qo'limizdan kelgancha harakat qilib, barchasiga titib, o'rgatib, o'zimiz ham o'rganmoqdamiz. Kuzatchilarimiz. Biz oqsarimizga kirganmiz. O'sha yerga nima tikishimiz kerak, nakitga. Ustiga institut brendi logotip qo'yilgan nakitga tikishimiz kerak 220 ta. Tika olasizmi? Ha, tikaman. Anam? Ya'ni birinchi zakazini men beraman.
220 ta shunaqa qizlar bilan tikasiz. Bo'ladimi? Bitta tikni menga ko'rsatinglarchi. 5-tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha koordinator Dadaboyeva Amina bo'laman. Hozirda tikuvchilik to'garagi bo'lib o'tmoqda. Bu to'garak har dushanba kuni soat 2:00 da bo'lib o'tadi. Mana bugun rektorimiz bizga buyurtma berdi. Bunda 200 dan ortiq stollar uchun yopqich tikib berishimiz kerak va bunda albatta 8 nafar tikuvchi qizlarimiz bu loyiha orqasidan daromadga chiqishadi va biz bundan juda ham xursandmiz. Ochishga bo'laveradi. Ayting. Chiroyli chiqqansiz. Ayting. Sog' bo'ling. Institutimizda tashkil etilgan to'garaklarda qatnashamiz. Bulardan birinchisi 5 muhim tashabbus asosida biz o'z kashtachilik qo'l mehnatlarimizni yaratganmiz. Misol uchun biz buni o'zimiz o'rtoqlarimiz uchun yaratganmiz, ammo rektorimiz tomonidan tashabbus bildirildi ko'rgazma shaklida va birinchi ishimizni rektorimiz o'zi tomonidan sotib olindi. Bu biz uchun rag'bat, ish ko'lamini ko'paytirish va moddiy mablag' topish. Men IELTSdan 7 ballni darajaga qo'lga kiritganman. Ushbu darajamni olgan bilimlarimni ulashish maqsadida hozirgi kunda talabalar turar joyda turadigan talabalarga hamda o'zimning guruhdoshlarimga kurs ochganman. Bu kursni ochib nafaqat bilimimni ulashyapman, balki boshqa insonlarga ham bilim ulashyapman hamda daromad ham topyapman. Shu sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Talabalar turar joyda nafaqat rektor, balki har bir mas'ul professor, o'qituvchi yoshlar bilan ishlashda yangi tizimni yo'lga qo'ydi. Talabalar muammolarini tinglash, ular bilan alohida ish tashkil qilish, bilim berish, kasbga yo'naltirish ham asosiy masala. Tutorlarimiz, professor ustozlarimiz bizga biriktirilgan xonalarga har bitta o'quvchilarga har kuni kelishmoqda. Bunda masalan kecha kuni o'zimizning dekanimiz Vositov Otabek domla kelgan bo'lsa, ertaga Karimov Kamoliddin domlamiz dekanimiz tashrif buyuradi. Ular bizning muammolarimizni, o'qishimizdagi muammolarni, kamkostimizni, hamma narsalarni aytishib, yordam berishib, qo'llaridan kelgancha bizning muammolarimizni hal qilib berishga harakat qilishyapti. Aytib o'tilganidek, talabalar ham o'qib, ham yangi loyihalarni amaliyotga joriy qilib daromad olmoqda. Merbek Mahmudov Qoraqalpog'istondan kelib tahsil oladi. Talabalar turar joyida parrandachilik tarmog'ini keng yo'lga qo'ydi. Avvalgi uchrashuvda ushbu taklifni bildirgan talaba bugun parranda parvarishi orqali daromadga kirgan. Men imtiyoz asosida Qoraqalpog'iston Respublikasiga yoshlarga kvota bergani uchun kvota orqali berga keldim. Hozirda men roman, german va slavyan tillar fakulteti tarjima nazariyasi 1-kurs talabasiman. Men bu yerda o'qishdan bo'sh paytlarim institutimizdan so'ragandim. Parrandachilik sharoitini yaratib berdi. Men bu yerda bo'sh vaqtlarim parrandachilik bilan shug'ullanaman va tuxumini sotib o'z daromadim uchun xizmat qilaman. Parvarishga kelsak, har safar o'qishdan kelib men bular parvarish qilaman, qarayman, chiqarib boqaman va tuxumini olib o'z manfaatim uchun foydalanaman. Biz 5 tashabbusning 5-yo'nalish doirasida ochilgan pazandalik kursiga qatnashmoqdamiz. Bu to'garak haftada 2 marta bo'lib o'tadi. Malakali mutaxassis pazandalardan taomlar tayyorlash sirlarini o'rganmoqdamiz. Ayniqsa bu yerda mavjud shart-sharoitlar tufayli biz o'z tayyorlagan mahsulotlarimizni sotib daromad ham qilyapmiz. Bu institutda o'qish davomida biz yetuk mutaxassis bo'libgina qolmay, balki hunar ham egallaymiz. Oliy ta'lim muassasalarida xalqaro hamkorlik aloqalari ham mustahkamlanib bormoqda. Bugungi kunda ushbu institutda rivojlangan davlatlarning ta'lim muassasalari bilan mustahkam aloqalar o'rnatildi. Xususan Xitoy, Fransiya davlatlari yoshlari ta'lim-tarbiya olib, ushbu talabalar turar joyda istiqomat qilyaptilar. O'zbekistonga kelganimga ko'p bo'lmadi, lekin bu joyda ko'plab do'stlar orttirdim. Juda go'zal mamlakat ekan, ayniqsa ta'lim berishda ustozlar mas'uliyat bilan qarashadi. Biz ushbu yotoqxonada turamiz. Har kuni turli tadbirlar bo'lib o'tadi. Menga ushbu institut juda ma'qul bo'ldi. Bizning yotoqxonamiz ta'lim dargohimizga juda ham yaqin. Menga O'zbekiston juda ham yoqdi. Ta'lim-tarbiya berayotgan ustozlarim mas'uliyat bilan kirishadi va barcha sharoitlar menga ma'qul bo'lmoqda. Bugun O'zbekistonga, xususan Andijonga ko'plab investorlar kirib kelmoqda. Xususan Xitoy davlati bilan strategik sheriklik, prezidentimiz alohida Xitoy mamlakatiga bo'layotgan e'tiborlari bilan Andijonga bugungi kunda yuzlab investorlar kirib keldi. U investorlar nufuzi bilan, investitsiya hajmi bilan yuqori ekanligi albatta buni.
va mana shu jarayonda Andijon davlat chet tili va Xitoy tiliga bo'lgan ehtiyoj yuzaga keldi. 2 yil bo'lyapti Xitoy tilidan mutaxassislar tayyorlayapmiz. Birinchi bosqichdan boshlab ushbu talabalarimizga e'tibor kuchaymoqda. Bular hozirgi kundan boshlab $1000 ishlarga ehtiyoj borligini ko'rib o'ylayapmanki, biz albatta ularni bandligi bilan ishlashimiz kerak ekan. Xususan, o'tgan galgi tashriflarimizda talaba yoshlarimizda bir necha tashabbuslarga, bulardan bir tikuvchilik to'garagi yoki parrandachilik to'garagi yoki bo'lmasa issiqxona to'garagi, mana shunga institut byudjetdan tashqari mablag' hisobidan mablag'lar ajratib bergandik. Bugun kelib ular bilan suhbatlashib, tahlil qilganimizda aynan tikuvchilik sohasi ishlayotgan to'garagimiz oyiga 30 millionga yaqin daromad topayotganligi yoki bo'lmasa mana parrandachiligimizda o'sha 100 ga yaqin qora tovuq baqib turib, bugun tuxumga kirib, o'sha tuxumdan 5 millionga yaqin daromad topayotganligini ko'rib, albatta bu yoshlar bilan har doim suhbatlashib, ularni kelajagi, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish bo'yicha orzu-istaklarini tinglab, ularga sharoit yaratib berish kerak ekan, o'zimiz oldimizga keyingi maqsadlar, keyingi marralar, vazifalarni belgilab oldik. Meni yana xursand qilgan voqealardan biri bugungi kun yoshlar, bugungi kun talabalar intellekt darajasi o'sganligi bu. Oldingi mana shu talaba bilan bir kun loyihasidagi takliflardan bugungi takliflarni nufuzi, salohiyati ortdi. Xususan bugungi berilgan yoshlarimizdan takliflardan biri shu bo'ldi. Bizda kompyuter savodxonligi, IT kurs to'garaklar ishlayotgan. Aynan mana shu to'garak faoliyatini yangi pog'onaga olib chiqish. Lingvistikada sun'iy intellekt to'garagini qilib yaratishlik. Bu hozirgi kunda bilyapsiz, turli xil tarjimon platformalariga yoki bo'lmasam dasturlariga bo'lgan ehtiyoj kuchayapti. Aynan yoshlarimiz bugun sun'iy intellekt bilan shug'ullanish imkoniyati yaratib bering. Xitoydan mutaxassis olib kelsak, biz mana bu aniq rejalarni aytib, mana bunaqangi loyiha qilamiz, mana bunaqangi dastur yaratamiz. Bu ertaga iqtisodiyotni rivojlanishga mana bunday hissa qo'shadi degan aniq reja takliflar berganligi meni juda ham xursand qildi. Albatta o'z oldimga maqsad qilib oldim. O'zimizga o'sha hamkor tashkilotlarimizdan mana shu sun'iy intellekt bo'yicha shug'ullanayotgan eng mukammal olimlarni, shu bo'yicha mutaxassislarni olib kelib, aynan shu Andijonda shunday bir yangi bir loyihalar qilishni o'zim oldimga maqsad qilib olib, o'ylaymanki, Andijon viloyati yangi O'zbekiston iqtisodiyotiga rivojlanishga katta hissa qo'shadi. Rektor bilan bir kun loyihasi har gal samarali natijalar bilan yakunlanadi. Gulxon atrofidagi dildan suhbatlar, ko'ngilochar dasturlar, konsertlar yoshlarni birlashtirib, ularning ko'ngilli hordiq chiqarishlariga sabab bo'lmoqda. Natijada yangi loyihalar, yangi tashabbuslarga ilhomlangan yigit-qizlar yaratilgan imkoniyat hamda sharoitlardan unumli foydalanib, mustahkam kasb-hunar va bilim egallamoqdalar.